Assalomu alaykum, hurmatli mushuklar. Bu yerda yangi partiya poligenlar kelgan. Qanday ishlashini ko'rsatmoqchimiz sizga. Bu o'zi 4 tagina narsa kerak. O'zining suyuqligi, verxniy forma, o'zining maxsus kichkasi va poligelni o'zi. Poligelni mana ozgina uchiga olamiz. Bitta naxatchadek. Mana o'zining suyuqligiga bitta botirib olamiz kichkani. Bu ham poligelni pishiqroq qiladi, ham ishimizni yengil qiladi, yopishmaydi. Kichkaga mana bu massamiz o'zimizga kerakli formaga taxlab olamiz uzunligiga. Tirnoqga qo'yganda tirnoqni o'zidan 1 mm pastroqqa olamiz. Keyin ozgina tepaga itarib, kuchukka zich qilib qotirishni boshlaymiz. Ham vaqtdan yutamsiz, ham materialdan ham. İşi juda ham yengil va tez bo'ladigan. Shunday qilib mana bir necha soniya tayyor. Tayyor tirnoq mana shunaqa holatda keldi. Chetlarini pilkalash kerak bo'lsa pilkalaysiz, yo forma berasiz, ustidan to'playsiz, bo'ldi. Ishlaringizga omad.